Tasavvur qiling, siz haq huquqingiz bor ishni hal qilish uchun navbatda turibsiz. Ammo yoningizdagi odam pul uzatdi va uning ishi sizdan oldin bitdi. Mana shu oddiygina tuyulgan holat korrupsiyaning eng xavfli ko'rinishidir. Agarda bugun jamiyatimiz ichida ulkan muammo bo'lsa-yu, lekin hech kim uni baralla ovozda aytishga jur'at qilmasa yoki istamasa, bu muammo o'z-o'zidan hal bo'lib qoladimi? Tabiiyki yo'q. Bugun biz ana shunday jimgina aytiladigan yoki umuman aytilmaydigan, hatto insonlar unga oddiy holdek o'rganib qolayotgan, lekin jamiyatimizni ichidan yemirayotgan illat korrupsiya haqida gaplashamiz. Korrupsiya bu lotincha corruptio, ya'ni buzilish degan ma'noni anglatadi. Korrupsiya bu mansab yoki vakolatdan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish natijasida yuzaga keladigan axloqiy va huquqiy buzilishdir. Yana ham soddaroq qilib aytsak, halol tuzumning ichidan buzilishi, qonunning pul yoki manfaat evaziga egilishi va adolatning sotib olinishidir. Korrupsiya har qanday ulkan va qudratli davlatni ham qulatadigan, ichidan yeb bitiradigan, oddiy xalqning yuqori lavozim egalariga va davlat siyosatiga nisbatan noroziligini keltirib chiqaradigan sokin xatardir. Hozirda yurtimizda korrupsiya bilan ish bitirish qonunan belgilab qo'yilganga o'xshaydi. Pul bo'lsa changalla sho'rva deganlaridek, kimning iqtisodiy sharoiti yaxshi bo'lsa, oshi olcha, ishi besh. Istagan joyda pul bilan ishini hal qilib ketaveradi. Davlat ishlariga kirmoqchimisiz yoki o'quv yurtlarigami? Marhamat. Suyunchi, qo'l haqi degan nomi o'zgartirilgan, lekin mazmuni va mohiyati o'sha bo'lgan porani bering va ishingizni tezda va ortiqcha bosh og'riqlarsiz bitiring. Orqasi borning ishi yuradi deganlaridek, kimning amaldor tanish bilishi bo'lsa tamom. Na qonunni va na oddiy insonlarni nazar pisand qiladi. Hokim va boshqa amaldor shaxslarning haydovchilari ham o'zlarini o'zgacha shaxslar deb tutishlari esa barchaga ma'lum va mashhurdir. Xo'sh, korrupsiya nima va u qanday holatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ozroq bo'lsa ham bilib oldik. Endi hadeb bu poraxo'r shaxslarni yomonotlik qilavermaylikda, ularni bunday ishlarga undagan hakalak otgan nafslardan tashqari boshqa omillarni ham ko'rib chiqaylik. Davlat tomonidan ajratilgan oylik maoshlari yetarli emasligi, nazorat va kuzatuv tizimining sustligi, jazolarning sustligi yoki qo'llanilmasligi, qilmishning og'ir yoki yengilligiga qarab moddiy jarimaga tortiladi. Nari borsa 4-5 yil qamoq jazosi beriladi-da, 1-2 yil deganda qandaydir bahonalar bilan ozodlikka chiqarib yuboriladi. Bunday yengil jazoni ko'rgan ayrim o'qimishli o'g'rilar esa davlat ishlaridan bir mansabga kelishi bilan umri mobaynida ishlab topa olmaydigan mablag'larni pora olish yo'li bilan bir necha yillardagina jamg'arib ulguryapti. Poraxo'rlikning rivojlanishiga yana bir sabab yurtimizda korrupsiyaga nisbatan murosaviy munosabatning shakllanganligi. O'z haq huquqlarini bilmaydigan ayrim yurtdoshlarimiz hojatlari tezroq bitishi uchun qo'l haqi berishga o'rganib qolgan. Eng achinarlisi, bunday qo'l haqlari olinadigan sohalar yurtimizning kelajagiga va insonlarning hayot-mamot masalasiga bog'liq bo'lgan ta'lim va tibbiyot sohalaridir. Sud va soliq tizimidagi poraxo'rlik vaziyatlari esa umuman boshqa daraja. Bizda qanchalik rivojlangan korrupsiya? Eng dunyoning eng oldilaridan bittasi korrupsiya. O'zingiz hayotingizda korrupsiya holatiga duch kelganmisiz? Ko'p bo'ladi. O'zbekistonda ham ko'p. Mana doktorga borsangiz, bir narsa bersangiz ishingizni bitkazadi. Bo'lmasa, ancha borgin, o'tga borgin deydi. Hamma shunaqa. Korrupsiya holati ko'p uchraydi. Misol uchun ish masalasi eng ko'p bo'ladigan, ishga joylashish bo'yicha. Ko'proq meditsina bo'yicha farzandlarimiz tug'ilganda bo'lgan, suyunchi bering, boshqa bering holatlar bo'lgan. Yurtimizdagi bunday asosiy va nozik sohalar korrupsiya bilan hamohang harakat qilar ekan, hali beri rivojlanish, yuksalish masalasi haqida og'iz ochmasak bo'laveradi. Hattoki yurtimiz korrupsiyani qabul qilish indeksida 180 ta davlat ichida 121-o'rinni egallagan. Bunday qo'shtirnoq ichidagi ulkan pog'onalarga yetishimizga esa biz yuqorida aytib o'tgan holatlar sabab ekanligiga shubha qilmasangiz bo'laveradi. Demak, yuqoridagi tashxislardan ko'rinib turibdiki, korrupsiya agar biz uning oldini olmasak, yillar o'tib oddiy muomala tarziga aylanib qoladi. Ana shunda boshimizni devorga urishdan boshqa chora qolmaydi. Haqiqiy ilm va iqtidor sohibi bo'lgan, yurtimizning kelajakdagi rivojiga va yuksalishiga o'z hissasini qo'sha oladigan yoshlarimiz Rossiyada faqatgina tanish bilishi, puli bor, lekin ilm fandan benasib qolgan 5000 so'm bir kunga yetadi. Xalqimiz ko'p go'sht iste'mol qilyapti deydigan ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'qimishlilar esa yuqori mansablarda qolaveradi. Kasalni davolagandan ko'ra
uning oldini olgan afzal deganlaridek, har bir yurtdoshimiz o'z farzandlariga korrupsiya va poraxo'rlik jirkanch ish ekanligini, mansabga faqatgina pul va tanish bilish bilan emas, balki haqiqiy ilm, mustahkam iqtidor va fidoyilik bilan erishilishini uqtirishlari lozim. Ana shunda kelajakda faqat o'z qornini emas, balki millatning dardini va ularning og'irini yengil qilishni o'ylaydigan halol avlod yetishib chiqadi. Hozirda jamiyatimiz ichida mavjud bo'lib turgan poraxo'r shaxslarga esa faqatgina oq qog'ozlarda emas, balki amaliy ravishda ham jiddiy choralar ko'rilishi lozim. Bu fikrlar xalqimizning va yurtimizning kelajagini o'ylab aytilayotgan xolisona so'zlardir. Yana kim biladi, korrupsiyaga sabab ham o'zaro o'rtamizda nafrat kuchayganidandir. Lekin unutmang, korrupsiya faqatgina pora emas, balki yurtimizning kelajagini va jamiyatimizning kelajagini garovga qo'yilishidir. Hech qachon korrupsiyaga rozi bo'lmang.